Tabiatga qo'shni bo'lishni xohlasangiz, unda bu xonadon siz uchun. Hammaga assalomu alaykum. Hozir men orqadagi tabiatni ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib baho bermasanglar bo'lmaydi, chunki ribalkani yaxshi ko'radigan insonlar uchun bu manzara aynan sizlar uchun. Inshaalloh havas qilib niyat qilgan insonlarga shuna xonadon nasib qilsin. Xonadonimizni ichkarisi bo'lsa, отдельный istoriya. Hozir ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. O'ylayman, videoni ko'rib turgan har bitta insonga yoqadi bu xonadonimiz, chunki egalarining o'zi dizayner ekan. Har bitta detalni o'zlari продумно qilib, har bitta detalgacha, mелочи ishlarigacha e'tibor berib, mana bu krasotani yaratgan. Tak, sizlarni ko'p kuttirmasdan ichkarisidan hozir ko'rsatib chiqaman. Bu fasad qismini qilgan ustalarga отдельный respekt. Железный нерв deydi-ku, temir asab ekan. Bu mana bu har bitta detal bittalab terilgan. Bu ancha-muncha asab bardosh bermaydi. Qani xonadonimizning ichkarisiga marhamat. Bismillah. Ortiqcha baho berishga hojat ham yo'q. Onyx toshlar bilan tak. Keling, birinchi relaks zonadan ko'rsatib kelgan xonadonimizni maksimal hamma xonalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Agar ko'rsata olmasam, o'zingizlar kelib bemalol inshaalloh qolgan xonalarni ko'rishingiz mumkin. Relaks zonasi, turetskiy hammam, finskiy saunasida ozgincha bardak bo'lgani uchun kirib ko'rsatayman. Da. Narxi Telegram kanalda. Telegram kanal shapka profiliga o'tib, silkaga bosib, bemalol narxini ko'rsanglar bo'ladi. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan xonasi. To'g'risi o'zim sevib qoldim. Hozir egasi bilan hazillashib, 50 yilga rastrochkaga bering deb. Da, keling. Xonadonimiz skvoznoy. Bu hozir sizlarga ko'rsatgan joyimiz orqa hovlisida. Shundoq bitta oldi fasadni ham ko'rsating. Prosta o'ylayman skaska deb. Tak, endi mehmonlarni kutib oladigan birinchi zal qismi, marhamat. Hozir spalnilarni ko'rsatib o'taman. Endi maksimalni vaqtimiz yetguncha ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib, qaysi spalni ko'proq yoqdi, baho berib o'tasizlar. Men bu spalnisi o'ylayman ko'proq yoqadi deb. Master spalni o'zini sanuzel garderob bilan tak, sanuzelni ko'rsating, keyin garderob. Bunaqa garderobni o'ylayman har bitta ayol kishini, har bitta erkak kishini orzusi deb o'ylayman. Bu joyga baho bermasalar bo'lmaydi. Inshaalloh havas qilib niyat qilganlarga shuna xonadonlar nasib qilsin. Ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga bemalol telefonlashib kelaverasizlar.